Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Hop, trading haftasi yaxshi o'tyapti degan umiddaman hammada. Xabaringlar bor, e, o'qitish jarayonini, ya'ni darsliklar jarayonini doska orqali tushuntirib, kerakli ma'lumotlarni shu doskada tushuntirib, video chiqarmoqchi edim. No, setaplarim hali tayyor emas. O'shanga bir ikkita sabablarga ko'ra hali yaxshi kirisha olganim yo'q. Hop, uzoq turmagan holatda shu chatni o'zida tushuntirib, birinchi darslikni boshlamoqchiman va Xudo xohlasa bugungi darsda sizlar True Opens va Sequential SMT haqida ma'lumot olasizlar. Quarterly teoriyasida aynan mana shu ikkitasi muhim ahamiyatga ega. Sababi bular ikkalovi chambarchas bog'liq bir-biriga. Ya'ni vaqt va narx bir-biriga bog'liq. Hop, bugungi darslik ketma-ketligi hop, ikkita yo'nalishga bo'linadi. Ya'ni ikkita darslikka bo'linadi. Birinchisi shu opens haqida alohida va sequential SMT haqida alohida. Hop, boshlaydigan bo'lsak, kelinglar sizlar bilan birinchi true opensni ketma-ketligini yozib birinchi tushunib olaylik nimaligi haqida. True opens bu haqiqiy ochilish nuqtasi deylik. Haqiqiy ochilish nuqtasi. Hop. Har bitta cycle'ni, ya'ni cycle'ni xabaringlar bor bilasizlar, ya'ni vaqtlarga bo'linadi, to'g'rimi? Ya'ni microcycle bor, 90 minut, daily, weekly, monthly va shu bois ketaveradi. Va albatta har bittasini o'zini, ya'ni ochilish nuqtasi bo'ladi, ochilish vaqti bo'ladi. Va narx aynan shu ochilish nuqtasi uchirish nuqtasidan tepaga yoki pastga chiqqanda bizaga premium yoki diskountdaligini bilib beradi. Ya'ni bu filtr. Ya'niki aytaylik, narx qachon premiumga chiqib va tushishga yokida diskountga tushib chiqishga berayotgan ma'lumotni biz ko'ra olamiz. Hop. Birinchi sizlar bilan shu openslar haqida yozib chiqaman hozir ketma-ketligini va shu bilan gaplashamiz. Birinchisi true session open, ya'ni aytaylik eng kichkinasidan boshlayapman. True session open bu 5 minutlik time frame'da qaraymiz. Hop. Ya'ni true session open davomimiz, ya'ni bu sessiyani haqiqiy ochilish nuqtasi. Bizada kun davomida 4 ta sessiya bor, to'g'rimi? Va shu 4 ta sessiyani o'zini ochilish vaqti bo'ladi. Hop. Shu London Open, ya'ni 01:30 AM da. Nimaga Londondan boshladim? Sababi biz Osiyoda trade qilmaymiz. Osiyoni True Open'iga qarash bizaga kerak emas. O'shaning uchun Valentines har doim London va Nyu-Yorkda bo'ladi. Hop. Londonni haqiqiy, ya'ni London sessiyasini haqiqiy ochilish nuqtasi 01:30 AM bo'ladi. Bu hammasi Eastern Time bilan, ya'ni UTC -5 New York vaqti bilan. Ikkinchisi, ya'ni shu New York Open. New Yorkka haqiqiy ochilish nuqtasi 07:30 AM da bo'ladi. Uchinchisi shu New York PM Open. Bu obedgi sessiya, ya'ni New Yorkka obedgi sessiyasi.
Bu 13:30 bo'ladi, ya'ni PM. Albatta, u 1:30. Nimaga a, 1:30, 7:30, 13:30 deydigan bo'lsak, buni sal keyinroq, ya'ni sequential SMT a, joyiga kelganda, ya'ni partga kelganda tushunib olasizlar. Ikkinchisi, shu day open, ya'ni biza buni 15 minutlik time frame'da qaraymiz. Shu day open degani bu kunni haqiqiy ochilish nuqtasi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, kichkina time frame'dan kattaga qarab ketyapmiz. Ya'ni birinchisi 5 minutlik time frame, bu sessiyalar ichida sessiyani o'zini ochilish nuqtasi haqida aytib o'tdik. Va hozir true day open, ya'ni kunni haqiqiy ochilish nuqtasi haqida aytamiz. Bu albatta midnight'da, kechqurungi 12:00 da ochiladi. Midnight'da, bu 00:00 da. Albatta, mana bu joyiga e'tibor beringlar, ya'ni time frame TradingView'da UTC-5 da, ya'ni New York vaqtida turishi kerak. Hop, uchinchisi shu week open, ya'ni bu a, biza buni 1 soatlik time frame'da qaraymiz. Shu week open. Shu week open degani haftani ochilish nuqtasi, ya'ni hafta kun boshlandi, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, ya'ni to'g'ri. Aynan shuni haftani ham o'zini ochilish nuqtasi bo'ladi va albatta narx shu opendan tepaga chiqqanda yoki pastga tushganda bizada premium yoki discount holatini keltirib chiqaradi. Bu ya'ni Monday, dushanba kuni 6 PM da bo'ladi, ya'ni 18:00 da. 18:00. To'rtinchisi shu months open. 4 soatlik time frame'da qaraymiz. Shu months open degani mana hafta 4 ga bo'linadi, oy 4 ga bo'linadi. Ya'ni 4 ta hafta bor. Aynan o'sha oyni haqiqiy ochilish nuqtasi, ya'ni bizada e, ikkinchi Monday bo'ladi, ya'ni ikkinchi dushanba kuni bizada haqiqiy oy ochilish nuqtasi bo'ladi. Beshinchisi shu year open. Buni weekly time frame'da qaraymiz. Va bu bizada aprel oyini yanvar, fevral, mart. Bu bitta sessiya, bitta cycle bo'lsa, aprel oyini birinchi dushanba kunisi yilda haqiqiy ochilish nuqtasi bo'ladi. Ya'ni yil ham 4 ga bo'linadi, 3 oydan, to'g'ri? 3 oydan 4 ta, ya'ni kvartal bu 12 oy degani. O'shaning uchun birinchi 3 oy tugagandan keyin birinchi dushanba kuni, ya'ni yilda haqiqiy ochilish nuqtasi bo'ladi. Endi qaranglar o'rtoqlar, bizada e'tibor bersanglar, mana katta time frame'larimiz bor. Katta time frame'larimiz bor. Albatta, bunga qarab turib analiz qilamiz, lekin savdoga bunga qarab turib kirmaymiz. Ya'ni aynan shu weekly time frame'da yoki 4 soatlik time frame'da yoki 1 soatlik time frame'larda kirmaymiz bozorga. Har doim o'zini time frame synchronization, ya'ni anaqasiga qarab, vaqtini aytaylik birlashmasiga deymiz, ammo o'shanga qarab kiramiz. Buni keyingi darslarda xudo xolisa o'rganib boramiz. Hozircha qanaqa narxga, ya'ni savdoga kirish, trade olish haqida umuman o'ylash kerak emas. Agar
realni mana shu kvartali teoriyani o'rganaman deydigan odam faqatgina hozir teoriyaga e'tibor berishi kerak. Teoriya birinchi o'rinda. Shu teoriyani yaxshi o'rganib olsanglar, undan keyin back test qilib, o'zinglarga ya'ni ishonch hosil qilganingizdan keyingina savdoga kirishishni o'rganib chiqamiz. Hop. Bu narsa ya'ni shu opens deyiladi va albatta bu o'zini vaqtlari, ya'ni sikllarni, o'zini vaqtlari. Buni yozib olsanglar yoki skrinshot qilib a, o'zinglarga save qilib qo'ysanglar ancha foydali bo'ladigan umiddaman. Hop, man sizlarga berganim angliskiydagi terminlarni berganman. Ya'ni o'zim o'rgangan o'sha o'zimga qulay tarzda, lekin o'sha videoda yana qaytadan ko'rib o'zbekchalab o'zinglar tilinglarda o'zinglar tushunchanglar asosida yozib olsanglar bo'ladi. Endi sizda e'tibor bersanglar to'rtta box, ya'ni to'rtta cycle. Bu любой cycle bo'lishi mumkin. Man tepadagi teoriyaga, vaqtlarga asoslanib hozir tushuntiraman. Birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, true session open, ya'ni sessiyalarni ochilish nuqtasi. Hop. Osiyo, London, New York AM va New York PM. Bu bir kundagi to'rtta sessiya. Va aynan shu sessiyalarni haqiqiy ochilish nuqtasi deb mana shu true session openni aytamiz. Ya'ni London sessiyasida trade qiladiganlar London sessiyasi 1:30 AMda 1:30 ga o'tdi, уже savdoga kirishimiz kerak. Tushunasizlar? Hop, mana ko'raylik. Tak. Tushuntiraman. Bu narsani yopish kerak ekan. Hop. Mana endi qaraymiz. London sessiyasi ya'ni 12:00 dan 6:00 gacha davom etadi. Ya'ni 6 soat davomida to'g'rimi? Va aynan shu 6 soatni 4 ga bo'lib olganimizda 01:30 da aynan shu vaqt kirib kelganida shu open boshlanadi. Tushunasizlar? 01:30 da candle ochildi. Aynan shu ochilish nuqtasida biza shu openni belgilaymiz. Tushunasizlar? Shu aynan o'sha ochilish nuqtasi shu open hisoblanadi. Hop. Chartga qaraydigan bo'lsak, mana 01:30 boshlandi. Ochilish nuqtasi har doim tepa emas, eng low emas, close bergan joy emas, ya'ni candle aynan ochilish nuqtasi bizda shu open hisoblanadi. Tushunyapsizlar? Bu narsa dars ketaveradi. O'sha tushuntirganimdagi yozganimni topib olaylik. New York sessiyasida ham xuddi shunaqa va New York PM sessiyasida ham xuddi shunaqa. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ya'ni today open today open 00:00 da. To'g'rimi? Ya'ni 15 minutlik time frame'da 00:00 da bizda today open boshlanadi. 00:00 ya'ni mana aynan shu nuqtada
aynan ochilish nuqtasiga qo'yaman. Tepasiga emas, yana bir bor aytaman, pastiga emas, close'ga emas, ya'ni aynan candle ochilish nuqtasiga qo'yiladi. Aynan shundan keyin savdoga kirishga joy qidirishimiz kerak. Hop. Shu week open ham xuddi shunaqa. Soatligi time frame o'tib olsanglar osonroq bo'ladi. Ya'ni mana o'zi indikator o'zi aytib turadi sizlarga qachon ochilgan vaqti, ya'ni qaysi sessiyada qachon ochilgan vaqtini aytib turadi. Dushanba kuni 18:00 da haftani haqiqiy ochilish nuqtasi hisoblanadi. Ya'ni aynan shu joyda. Tushunasizlar? Ya'ni bir marta aytaman, tepada yoki eng pastida close bergan joyda emas, aynan ochilish. O'shaning uchun ham true open deydi. Mana shu joydan tepaga chiqsa bizada premium, pastga tushadigan bo'lsa bizada discount. Albatta, bugungi boya tashlagan trade, ya'ni sell pozitsiyasi true opendan narx tepaga chiqqandan keyin bizada sabab bergani uchun sellga kirilgan. Tushunasizlar? Va hokazo shu bo'yi, ya'ni aynan mana shu yerda berilgan spiska bo'yicha ketaveriladi. Ya'ni shu week open, shu months open, 4 soatli time frame'da har doim va shu year open. Buni o'chirib turaman. Shu open, ya'ni tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qisqacha kirish qismi deb aytadigan bo'lsa, keyingi darsliklarda va xudo xohlasa trade reviewlar chiqadigan paytlarida albatta mana shu har bitta narsaga urg'u qaratib ketishga, urg'u berib ketishga harakat qilaman, чтобы yana qaytarish bo'lish uchun o'tilgan temalar. Hozircha aynan shu vaqtlari qanaqa holatda ishlatilishi kerakligi haqida o'zinglarga ma'lumot olib olishinglar uchun aytib o'tyapman. Endi ancha ko'pchilik kutgan bu narsani sequential SMT temasi. Hop. Sequential SMT bu quarterly teoriya degan. Teoriya bu sequential SMT degan. Bu qanaqa? Sequential SMT o'zi quarterly teoriyani o'zi ildizi hisoblanadi va sequential SMT vaqtlar oralig'ida hosil bo'ladi. Bu ya'ni SMT oddiy SMT emas. Любой точкаdan любой точkaga tortib yuborish orqasidan kelib chiqadigan narsa emas bu. Albatta sequential bo'lgandan keyingina narx o'zini harakatini o'zgartiradi. Albatta sequential SMT bo'lishi kerak. Oddiy SMT emas. Sequential SMT. Sequential SMT nima degani bizada aytganimdek vaqtlar orasida, sessiyalar orasida, kunlar orasida, hafta, oylar orasida hosil bo'ladigan SMT va albatta buni o'zini qonun qoidasi bor, ketma-ketligi bor. Qachon ishlatish, qachon ishlatmaslik savollari kelib chiqadi buni orqasidan. Lekin bugungi darsda bunga tushuncha olamiz. Ya'ni sequential SMT nimaligi haqida. Xuddi shu open temasini o'tganimizdagi sequential SMT ni ham ketma-ketligini sizlar bilan yozib chiqamiz. Manimcha sizlarga oltita ya'ni ketma-ketligini yozib beraman. Undan u yog'i уже chalkashtirib oladi odamni. U yog'iga qaramaganinglar ham ma'qul. Hozircha.
Hop, birinchisi, ya'ni eng kichkinasidan boshlaymiz tushunarliroq bo'lishi uchun. Microcycle. To'g'rimi bu? Ya'ni hozir bu yerda yozayotganlarim yana time frame haqida. Microcycle 1 minutli time frame'ni qaraymiz. Ikkinchisi, undan keyin katta cycle. 90 minutli cycle bizada. Bu albatta 5 minutli time frame'da haqimizda. Uchinchisi, daily cycle. Ya'ni sessiyalar orasida hosil bo'ladigan SMT. Buni 5 minutli time frame'da qaraymiz. To'rtinchisi, weekly cycle. Buni 1 soatli time frame'da qaraymiz. Beshinchisi, monthly cycle. Buni 4 soatli time frame'da qaraymiz. 5 ta ekan sizlarga eng kerakli hozir bo'ladigan time frame'da. Undan buyog'i hozircha 4 soatli time frame. Undan u yog'i manimcha hozir xalaqit qiladi bizlarga. Eng kerakli bo'ladiganlari aynan shular. Hop. Endi sizlarni e'tiboringlarni shu indikatorga yana qaratmoqchiman. Aynan shuni yopib olsanglar o'zinglarga o'sha oldingi videolarda aytib o'tganimdek setup qilgan bo'lsanglar, mana shu narsa sizlarga ko'p yordam beradi. Buni sababi bu ham sizlarga shu open vaqtini ko'rsatib beradi, ham sequential SMT'ni aniqlashga yordam beradi. Hop. Buni boshida ishlatsanglar bo'ladi, keyinchalik yodlab olganinglardan keyin, uje ko'z o'rgan bo'lgandan keyin olib tashlasanglar ham bo'ladi. Endi qaranglar, bu yerda time cycle deb berilgan. Microcycle 90 daily, weekly, monthly, yearly. Trade qiladigan cyclelarga qarab o'zinglar setup qilsanglar bo'ladi. Ya'ni aytaylik, daily bilan weekly cycle yoqib qo'yadigan bo'lsanglar, aynan mana shunda ko'rsanglar bo'ladi. To'g'ri. Bizda sequential SMT qachon hosil bo'ladi? Albatta close bo'lgandan keyin. Qaranglar. New York sessiyasini gaplashamiz bugun. Aynan shu New York sessiyasi haqida ertalabki bugungi yaxshigina tushish bo'ldi. Buni sababi nimaligi? Sequential SMTni qanaqa ishlatishimiz kerakligi haqida qisqacha ma'lumot berib ketaman. Xo'p, aytganimdek, SMT любой точкаdan olinmaydi. To'g'rimi? Ya'ni qanaqa aytmoqchi bo'lganim, manmi low bilan manmani orasida SMT bo'lgan ekan. Bitta deb olinmaydi. Tushunyapsizlar? Har doim deylik SMT ketma-ket sikllarda bo'lishi kerak. Ketma-ket sikllar orasida. Bu qanaqa? Любой o'sha aytganimizdagi 90 minutlik bo'ladimi, daily bo'ladimi, weekly bo'ladimi? Albatta ketma-ketlikda hosil bo'lishi kerak. Xo'p. Endi narxga qaraydigan bo'lsak, 06:00 dan 12:00 gacha bizada New York sessiyasi bor. Va New York sessiyasi 4 ga bo'linadi. Bu 90 minutli cycle keltirib chiqaradi. Ya'ni
har bitta 90 minut bitta cycle degani New York ichida. Va 90 minutlik cyclni biz aytganimizdek, ya'ni shu 90 minutlik cycle bu 5 minutlik time frameda qaraymiz. Endi 90 minutlik cyclni New York sessiyasini shu open'i haqiqiy ochilish nuqtasi 07:30 07:30dagi candle ochilishi bilan mana qo'yib olamiz. O'zingizga save qilib yozib chiqsangiz bo'ladi. Shu session open. To'g'rimi? Ya'ni sessiyani haqiqiy ochilish nuqtasi. Va narx tepaga chiqqanda bizada premiumni keltirib chiqaradi. Ya'ni mana shu nuqtadan tepasi premium, pasti discount degani. Narx tepaga chiqqanda уже premiumligini bilamiz va keyingi qiladigan ishimiz sequential SMT qidirish, ya'ni crack bozordagi buzilish, ya'ni strukturalarni buzilish holatini ko'rishimiz. Biza ko'ramiz ko'p holatlarda aynan mana shu joy haqida aytib o'tdik. Mana e'tibor bersanglar, mana bitta qo'yamiz. Mana bu yerdan qaraydigan bo'lsak, aynan mana shu ekan. Narx birinchi kvartali, ya'ni 90 minutlik cycle birinchi kvartalini bizib o'tishi bu bizga sequential SMT dan darak bermaydi. Tushunyapsizlar? Tak. Narx bizib o'tishi bizga sequential SMT ni confirm qilmaydi. Qachon confirm qiladi? Buni o'zini ham o'sha qonuni bor. Qachonki confirm qiladi? Qachonki bizda o'rtoqlar close bo'lsa narxda. Bu nima degani? Close degani aynan shu nuqtani bizib tepada yopilishi bizga sequential SMT ni confirm qiladi. Ya'ni tasdiqlab beradi. Tushunyapsizlar? Hech qachon bitta bizib qo'yish dumi orqali ya'ni bizga hech qanaqa ma'lumot bera olmaydi. O'shaning uchun ham aytadi, weak make damage deydi. Lekin bodies tell the story. Ya'ni weaklarni o'zi, oddiy shpilkalarni o'zi bu просто nima deydi, damage qiladi. Lekin haqiqiy bodylari candlelar bu bizga уже nima bo'layotganini aytib bera olmaydi. Endi qaranglar, aynan shu mana shu kuchli tushish, ertalabki sessiyada tushish jarayoni 90 minutlik cycle ortidan kelib chiqqan, ya'ni 90 minutlik cycle holat hosil bo'lgandan keyingina narx tushishda davom etgan. Tushunyapsizlar? Va albatta bu 90 minutlik cycle sequential SMT holatini keltirib chiqaradi. Qachonki narx tepada bizib o'tdimi va tepada yopildimi, sizlarga уже qaysi time frame'ni qarayotgan bo'lsanglar, aynan o'sha time frame'ni cycle'ida sequential SMT borligini tasdiqlab beradi va aynan o'sha yo'nalishida savdo qilishinglar kerakligini aytadi. Tushunyapsizlar? Endi bu narsa любой boshqa cycle'da ham bo'lishi mumkin. Любой boshqa cycle'da deylik, bu 90 minutlikka qaraymiz. Agar 1 soatlik time frame'ni qaraydigan bo'lsak, buni aynan shu ochilish nuqtasi, true week open bo'lishi ham mumkin. Kelinglar, mana shu narsani true week open nimasida gaplashamiz. Arzida. Hop. Buni ya'ni weekly cycle o'tkazamiz. Men weekly cycle o'tkazamiz, чтобы sizlarda yaxshiroq, ya'ni tushuncha holati hosil bo'lishi uchun.
Ho'p. Qaranglar, a, hafta ochildi, to'g'rimi? Hafta ochildi. Ochilish nuqtasi shu week open. Week open boshladi. Shu week open boshladi. Narx tepaga qarab ketdi. Man shu ya'ni shu week openni qo'yib turib va weekly cycleda qarab turib, nimaga weekly deyapman? Sababi 1 soatlik time frame'damiz. Tushunyapsizlar? Weekly cycleda analiz qilib turib, aynan shu time frame o'zida man sellga yoki buyga kira olmayman. Buni confirm qilish uchun kichkina cycledagi sequential SMT'miz albatta kerak bo'ladi. Endi narx tepaga chiqdimi, уже mana shu week open'dan tepasida bizda premium degan, ya'ni narx tepaga chiqayotganda, manda agarda bu yerda weekly cycle sequential SMT bo'ladigan bo'lsa, man ya'ni buy qara olmayman. Sababi narx shu week open'ni tepasida bo'ladi. Tushunyapsizlar? Shu week open'ni tepasida bo'ldimi, man albatta sell qarashim kerak. Xuddi shu narsa naoborotiga pastga tushdimi, narx aynan shu pastda agar bizda weekly cycle sequential SMT bo'ladigan bo'lsa, man faqat tepaga buyga qarayman. Weekly cycle davomida oladi. Ya'ni boshqa cycle time frame'ida turib, kichkina cycleni analiz qilmayman. Bu xato. Ho'p. Kechagi kun, ya'ni chorshanba kuni eng high nuqtasi, eng baland nuqtasi S&P'da ham va Nasdaqda ham xuddi shu holat. Bugunga kelib, ya'ni payshanba kuni kelib, uni high'ini ololmasligi. Lekin biza Dow Jonesga qaraydigan bo'lsak, Dow Jones bizga buni umuman naborotini aytyapti. Ya'ni narx buni tepasiga, ya'ni payshanba kuni eng yuqori nuqtasini yengilagani va bu bizaga weekly cycle sequential SMT keltirib chiqarganini aytyapti. Tushunyapsizlar? Albatta keyin kichkina time frame'da tasdiq olganimizdan keyingina narx pastga qarab ketyapti. Bu xuddi ketma-ketligi, ya'ni aynan mana shu ketish nuqtasini weekly cycle'ga qarab etish xato. Sababi weekly cycle, ya'ni katta cycle'ga o'tyapsizlarmi, уже u sizlarga direction beradi, ya'ni yo'nalish beradi faqat xolos. Execution, ya'ni trade qilish nuqtanglar har doim kichkina time frame'da amalga oshishi kerak. Nima degani bu sizlarga? Demak, ikkita cycledagi sequential SMT kerak degani. Kamida. Sabab degani bu. Tushunyapsizlar nima demoqchi bo'lganimni? Sizlarda katta sababinglar bormi? Ya'ni yo'nalish bormi? Va o'sha yo'nalishni tasdiqlaydigan kichkina cycledagi sequential SMT'lar kerak bo'ladi. Aynan o'shandan keyingina sizlar savdoga kirishinglar mumkin. Va albatta shu sabab, ya'ni man bunaqada aytgandim kecha. Kecha emas, o'tgan kun. Chorshanba, payshanba, juma kuni market yaxshi harakat beradi deb e'tibor kuchaytirish kerak. Aynan shu narsa uchun aytgandim. Endi man o'ylaymanki tushunib oldinglar bu narsani. Mana shu xuddi mana shu narsaga qarab turib o'zinglar back test qilsanglar bo'ladi. Ya'ni daily cycle'ni ochinglar-da. Ya'ni daily cycle 15 minutlik time frame. 15 minutlik time frame bo'lib turib, hop, mana bu yerda to'g'irlab olsanglar bo'ladi o'zinglarga. Turib, daily cycle o'tib, kechagi kunlarni, undan oldingi kunlarni analiz qilib, o'zinglarga back test qilib, nima qilib chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni tushuncha olish uchun. Tushunyapsizlar? Xuddi mana bugungi marketda ham Londonning eng yuqori nuqtasini Dow Jonesda yechib berishi, ya'ni olinishi aynan shu tepaga bizib o'tgandan keyingina bizada confirmation paydo bo'lishini
ya'ni bildiradi. Ya'ni mana shu tartibda o'zinglarga back test qilib, ya'ni tushuncha olsanglar bo'ladi. Aynan mana shu 5 ta cycle bo'yicha ishlanglar bo'ladi. Makroni ham ishlatishinglar shart emas. Makro ya'ni ko'pchiligiga to'g'ri kelmaydi. Sababi Wildinius kuchli. Qachonki kattaroq sayklda, ya'ni weekly, daily, 90 kunlik sayklda yaxshi o'rganib olganinglardan keyingina makroga o'tasizlar yokida monthly cycle yoki undan keyingisi ya'ni oylar o'rtasida, yilda yoki quadrennial cycle deydi. Ya'ni o'shalar orqali analiz qilib darsni davom ettirsak bo'ladi. Man bugungi aytmoqchi bo'lgan narsam aynan sizlarga tushuncha berish, sequential SMT nimaligi, qanaqa ishlash tartibi, bu bizga nima berishi, ya'ni maqsadida tushuntirib o'tmoqchi edim. И keyin bu nima qildim, ko'rdim, что ya'ni oltinda va silverda kuchli tushish bo'lganini va buni ham e'tibor berishinglarni so'raydim. Hozir mana yoqib beraman sizlarga. Aynan bu daily cycle sequential SMT'dan keyingina kelib chiqqan holat. Ya'ni oltinda tillada Londonni hayini yecholmasligi, lekin silverda Londonni hayini yechgandan keyingina e'tibor beringlar. Londonni hayini yechgandan keyin, tepada yopilgandan keyingina bizda bu sequential SMTligini tasdiqlab beradi va aynan o'shandan keyingina narx pastga qarab kuchli tushib ketgan. Xo'p, o'rtoqlar, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Aynan shu bergan ma'lumotlarim, shu opens vaqtlari va sequential SMT vaqtlarini o'zingizlarga yozib, buni backtest qilinglar albatta. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar savolinglar bo'ladigan bo'lsa, albatta botga yozinglar yoki o'zim lichkamga yozinglar. Qiynalgan joyinglar, tushunmagan joyinglar bo'lsa aytsanglar, albatta tushuntirib boraman. Bugungi o'tgan temamiz quarterly teoriya sequential SMTni ya'ni общий qamrab olmaydi. Bu deylik hamma uchun ham patir degan gap. Sababi oldinda shunaqa temalar bor. Agarda hozir hammasini bittada o'tib beradigan bo'lsam, cho'zilib ketib qoladi 2-3 soatga. Va o'zinglar ham chalkashtirib yuboradi o'zinglarni ham. O'shaning uchun xuddi men qanaqa daydan qanaqa o'rgangan bo'lsam, xuddi shunaqa o'rgatishga harakat qilaman. Ya'ni ketma-ketlikda shoshmasdan faqatgina o'rganishda davom etamiz. Kuninglar xayrli o'tsin. Albatta videoni yaqinlarga tarqatib, like, komment va share qilib qo'yasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar.